har bobomiz qop-qora, peshonasi dabdala, hassasi cho'pdan bo'lgan o'zi. Hey! Maynavozchilik qilmada yo'lkani vizit. Dada, nima kuni bo'yi biznes treningsiz? Yangi yil yaxshi kayfiyatda bo'lish kerak. Menga qara, barbariskanlar. Bitta gugurt cho'p sovg'a qilmading, xafa bo'laman-da. Sening yoshligingda nima sovg'a desang, hammasini muhayyo qilaydi. Dada, siz qilmasdingiz-ku, qorbobo qilaydi-ku. O'sha qorbobo mana dadajon edi. Xo'p, qorbobo bo'lsa, sovg'alarni qayerdan olaysiz? Hibi, Navoiy choyxonasi to'g'risi Vasxot bozorida biqin diskontdan. Nima o'sha aynan diskontdan? Chunki diskontda har yili 25-dekabrdan 31-dekabrgacha 70% gacha aksiya bo'laydi. Xullas, senga umuman gapirishning foydasi yo'q. 25-dekabr. Bugun o'sha kun-ku. Akajon, assalomu alaykum. Diskontda 70% gacha aksiya boshlandimi? Ha, boshlandi. Unda menga eng zo'r sovg'alarni ko'rsatib ber. 7 kilolik Premier kir yuvish mashinasi 12 oyga 299 ming so'm. Aka, dadam ayalmas-ku, nima kerak? Boshqa narsa ko'rsating. Premier sovutgichlarimiz 12 oyga 299 ming so'm. Aka, hozir yoz emas, ko'cha o'zi xolodilnik bo'lyapti. Boshqa narsa ko'rsating. Mi 32 lik televizorlarimiz 12 oyga 69 ming so'm. Aka, dadam yangiliklar gazetda o'qiydi. Boshqa narsa ko'rsating, yuring. iPhone 17 Pro Max 12 oyga 2 million 199 ming so'm. Akajon, mana shu eng ajoyib sovg'a. Paxan shunaqa xursand bo'ladi. Dadajon, ko'zni yoping. Bu iPhone 17 Pro Max o'zimni qorbobojonimga. May dadajon, mazza qilib ishlating. Nima, buningda yangi yilga yangi ina topib o'shanga sovg'a qilaman. Undan ko'ra xolodilnik olsang o'lasanmi? Balkonda kartochkalar muzlayapti. Endi suv. Robertdan. Hatya bitta televizor olsa bo'lardi, mana unga ko'zim o'tmay qoldi.